Assalomu alaykum. Men diyetologist E'zoz Abdullajonova va bugun sizga ozishning dietasiz usuli haqida dars o'tamiz. Dietasiz ozish mumkinmi? Albatta mumkin. Ozish uchun kuchli dieta shart emas. Agar siz kuchli dieta bilan ozadigan bo'lsangiz, butunlay ratsioningizdan hamma narsani chiqarib ozadigan bo'lsangiz, bilingki bu vazn yana qaytib kelishi mumkin. Nima qilishim kerak uning uchun desangiz, sizni semirishingizga sabab bo'lgan odatlar ustida ishlaymiz. Men doim aytaman, agar sizda bo'lsa, ozmoqchi bo'lgan odam xuddiki isitmalagan bola kabi. Nimaga? Bolangiz isitmasi chiqsa, unga parasetamol bersangiz yana qaytib chiqadi isitma. Nimaga? Chunki siz isitma nimaga chiqqanini surishtirmayapsiz. Isitmaga nimaga chiqqanini izlamayapsiz. Tomoq og'riyotgandir, buyraklar shamollagandir. Ana o'sha sababiga davo qilsangiz, keyin isitma to'xtaydi, to'g'rimi? Ortiqcha vazn ham xuddi shunaqa. Odam o'z-o'zidan semirmaydi. Sog'lom odam ham semirmaydi. Agar odamda gormonlar me'yorda bo'lsa, organizm sog'lom bo'lsa, vitaminlar yetarli bo'lsa, u hech qachon semirmaydi. Agar siz semiryapsizmi, bilingki nimadir muammo bor. Sizda yoki gormonlarda muammo bordir, yoki vitamin tanqislikdir, yoki kaloriyaga ahamiyat bermaysiz, yoki tartibsiz taomlanarsiz, yoki rejimingiz yaxshi emasdir. Ana o'sha rejimlarni hammasini nazoratga olish kerak. Nima sababdan semirdim degan savolni o'zingizga bering va o'zingizni izlanib chiqishingiz kerak. Xo'p, dietasiz ozishga keladigan bo'lsak, dietasiz ozish qanaqa bo'ladi? Biz organizmimizda yog'lar to'plandi deylik. Yog' qachon to'planadi? Ortiqcha yog'lar qachon to'planadi? Biz iste'mol qilgan har bitta mahsulotimiz ichimizga tushadi, qongacha yetib boradi. Agar u iste'mol qilgan luqmamizning tarkibida glikogen yuqori bo'lsa, glikemik indeksi baland bo'lsa, tarkibida uglevod ko'p bo'ladigan bo'lsa, u tushgandan keyin qonda qand miqdori ko'payadi. Normal holatda inson organizmida bilasizlar, o'zi 5 litr atrofida qon bo'ladi, lekin ana o'sha qon tarkibida shakar me'yorida o'sha bir qoshiqcha atrofida bo'ladi deylik, misol uchun. Lekin siz qonda qand miqdorini ko'taradigan narsalarni iste'mol qilyapsiz. Shakar yemayman, nezozat deyishingiz mumkin, lekin faqatgina shakar bilan qondagi qand miqdori ko'tarilmaydi. Siz iste'mol qiladigan kartoshkada ham shakar bor, nonda ham shakar bor, unli narsalarda ham shakar bor, mevalarda ham shakar bor. Ozish uchun dieta qilyapman, men faqat meva yeyapman deyotganlar bilib qo'ying, siz shakar yeysiz, mevada ham shakar bor, qondagi qand miqdori unda ham ko'tariladi. Nima qilishimiz kerak ozish uchun? Uglevodni ratsiondan kamaytirishimiz kerak. Mevalarni ham kamaytiring, mevani ko'p yeyish ham zarar, semirtiradi, sizni meva ham semirtiradi. Mevani ham kamaytiring. Oq non, shirinliklar, shakarlarni kamaytirib turing. Butunlay cheklab tashamang, mumkin bo'lgan mahsulotlar bilan iste'mol qilsangiz bo'ladi. O'rnini foydalisi bilan almashtiring. Uglevod bizga kerak. Uglevod miyamizga energiya beradi, jigar faoliyatiga yordam beradi, lekin ana o'sha uglevodni ham ikki xili bor, oddiy va murakkab uglevod. Ya'ni foydali hamda zararli desak ham oson bo'ladi. Sizni organizmingizga foydali uglevod nimalarda? Makarondan olmangda, uni o'rniga perlovka yoki no'xat yoki mosh, shunga o'xshagan dukkakliklarda foydali uglevodlar, sizga to'qlik beradigan uglevodlar yetarlicha. Uglevodni ratsiondan to'g'ri uglevod iste'mol qilib, zararli uglevodlarni kamaytirasiz. Bu birinchi o'rindagi sizga yordam beradigan usul. Siz uglevod bilan och qolmaysiz. Bunda dieta qilishingiz shart emas, prosta kamaytirasiz. Ikkinchisi, oqsil. Oqsil kirganki organizm energiyaga to'ladi, yaxshilanadi, xotira yaxshilanadi. Sizda ochlik kamayadi. Kimda shirinlik xohishi bor? Sizda shirinlik istagi kuchlimi? Nimaga shirinlik istagi kuchli bo'ladi? Vitaminlarni ham hisobga olmayin. Oddiy misol, oqsil yetishmasa, sizda shirinlik istagi bo'ladi. Agar siz organizm bazasini oqsil bilan to'ldirib qo'yadigan bo'lsangiz, sizda hech qachon shirinlik istagi o'z-o'zidan bo'lmaydi. Chunki organizmda energiya bor-da. Energiya yetishmagan organizm oson energiya olish uchun shirinlik talab qiladi. Oqsilni nonushta bilan ujinda majburiy oqsil iste'mol qiling, uglevodsiz. Dieta qilmasangiz ham ertalab turganingizda kamida 200 gram vazn tashlagan holatda uyg'onasiz. Nimaga unaqa bo'ladi? Masalan, misol uchun oddiy birorta uglevod
ertalab turganingizda shishib, vazningiz ko'tarilgan holatda uyg'onasiz-ku, chunki uglevod organizmda suv to'playdi. Ertalabki siz 300 grammga semiraman deb ba'zilar vahima qilishadi. 300 grammga hech qachon odam bir kunda semirib qolmaydi, lekin suv to'planadi. Uglevod glikogeni yuqori bo'lgan hisobiga organizmda glikogen hisobiga suv to'planadi. Har 1 gram iste'mol qilingan glikogen o'zi bilan 3-6 grammgacha suv to'playdi. Siz kechki ujinga yotish oldidan uglevod iste'mol qildingizmi? Uglevodli ko'p bo'lgan narsa iste'mol qilsangiz, ertalabga garantiya beraman, shishib uyg'onasiz, vazningiz ko'tarilgan holatda uyg'onasiz. Ertalabga vazn kamaygan holatda uyg'onmoqchimisiz? Dieta qilmayapsiz. Faqat ujinda siz oqsilli narsa iste'mol qiling, faqat oqsil. Oqsilga nima bo'lishi mumkin? Tuxum bo'lishi mumkin, tvorog bo'lishi mumkin, go'shtlar bo'lishi mumkin, baliq bo'lishi mumkin, arzonroq go'sht, tovuq go'shti bo'lishi mumkin. Oqsil yeng, ana o'sha narsalardan iste'mol qiling, yoniga ko'katlardan qo'shing, kletchatka. Ichak faoliyatini yaxshilab beradi. Ertalabga ham yengillaysiz, ham atyoksiz, vazn tushgan holatda uyg'onasiz. Bu oddiy sizni ozishingizni siri. Oqsil. Nonushtada yeng, obedda, ujinda oqsil bo'lsin. Taomnomangizda dasturxonga o'tirdingizmi, ko'ring, qani oqsil. Sizni sog'ligingiz uchun oqsil kerak. Energiyangiz uchun oqsil kerak. Oqsil bizni organizmimizning xomashyosi. Uglevodga bizni organizmimiz unchalik muhtoj emas. Biz yuragimiz urishiga, xotiramizga, yurishimizga, terilarimiz elastikligiga, qarimasligimizga, sochimizni o'sishiga, tirnoqlarimizni sinmasligiga, bo'g'imlarimiz og'rimasligiga, hammasiga oqsil kerak. Va bu shart. Yosh qolmoqchimisiz, ozmoqchimisiz, semirmaslikni xohlaysizmi? Oqsil yeng. Ota-onangizni qarimasligini xohlaysizmi? Oqsil bering. Ularga ham oqsilli narsalarni iste'mol qilishlarini ta'minlab bering. Tushundinglar? Ikkinchisi oqsil. Birinchisi uglevodni kamaytiring, ikkinchisi oqsil. Va uchinchisi, bu ham eng muhimlardan biri, harakat. Ezoza, men fitnesga chiqqani vaqtim yo'q. Qo'limda bolam bor, qaynona-qaynatam bilan o'tiraman, meni harakatga vaqtim yo'q, biror joyga borgani, yurgani, chiqqani deyishingiz mumkin. Uni ham hisobga olamiz. Siz harakat deganda fitnesga borishni tasavvur qilmang. Siz harakat deganingizda uyingizda ertalabdan kechgacha ish pirishingiz, ish qilishingiz, pol artishingiz, harakatingiz hammasi hisobga kiradi. Telefoningizni yoningizga solib oling, Shagomer programma o'rnatib oling. Kuni bilan kamida siz 8000 qadam yoki 10000 qadam yuring, siz semirmaysiz. Hech qanaqasiga semirmaysiz. Chunki sizda harakat bo'lyapti. Birinchi o'rinda kaloriya sarf bo'lyapti, ikkinchi o'rinda limfa sistemalari harakati zo'r bo'lyapti. Limfa sistemasi harakati zo'r bo'lsa nima bo'ladi? Shishlar chiqib ketadi sizda. Yillar davomida to'plangan atyoklar chiqib ketadi. Ana o'sha atyok chiqib ketgani hisobiga ob'yomlarda shunaqa kichrayadi. Harakat. Siz faqatgina mana bir kunda zo'r harakat qilib, ertasi kuni qilmay, keyingi kun qiladigan bo'lsangiz, natijangiz nol. Kerak emas unaqa harakat. Sizda davomiylik bo'lishi kerak. Disiplina bilan har kuni harakat qilsangiz, ana o'shandan keyin sizda natija bo'ladi. Biz ayollarda shunaqada bir g'ayratimiz kelib ketadi, bir kun ichiga hamma ishimizni qilib olamiz. Kirni ham bir kunda qilamiz, uylarni ham uborka qilib, hamma yog'i ag'dar-to'ntarini chiqarib o'sha bir kunda qilib tashlaymiz. Shunaqa qilmaydi. Bo'lib oling, bir kun u xonani, bir kun bu xonani, keyingi kun boshqa xonani, bir kun oshxonani. Har kuni o'zingizga harakat chiqaring. Uyingizda birorta ishingiz yo'qmi? Shuni gugurt olib chachib oling, sekin aylanib yurib, terib yuring. Bu ham harakat siz uchun. Pol artmoqchimisiz, shvabrada artmasdan, qo'lingizda sekin engashib turib arting. Ana zo'r harakat. Mana shuni o'zi bilan ham siz soatlab fitnesda yurganlardan ko'ra zo'r kaloriya sarf qilasiz, zo'r natijaga olasiz. Kun davomida mana shu harakatni ta'minlab berishingiz kerak. Va sizda atyok to'plamaydigan narsalarni iste'mol qilasiz va shish to'playdigan narsalarni ratsiondan kamaytirasiz. Sizda nima shish to'playdi? Ba'zilar aytadi-da, o'zi bu o'rtog'im 80 kilo, men 75 kiloman, lekin men undan semiz ko'rinaman deydi-da. O'rtog'ingizdan sizda shish ko'proq. Sizda shish bor. Yog' ba'zisi kamroq bo'lishi mumkin, lekin shishib ketgan. Terilaringizda suv to'planish bo'lgan. Toksinlar to'plangan. Sizda limfa sistemasi ham yaxshi ishlamayapti. Nimani hisobiga? Harakatingiz kam, noto'g'ri turmushlar qilasiz, uyquga ahamiyat bermaysiz va
sho'r narsalar ko'p iste'mol qilasiz, suvni kam ichasiz. Sizdagi ana o'sha shish shunaqa tezlik bilan chiqib ketadi. Yaqinda bir mijozim 7 kun ichida 11 kilo vazn tashladi. Tasavvur qilyapsiz, men o'zim ham shokdaman. 7 kunda 11 kilo. U shish hisobiga semirgan mijozim bo'lgan. Shunaqa tezlik bilan atyo qo'llari do'mbullab ketgandi. Tezlik bilan suvlar chiqib ketdi. O'zi ham shunaqa zo'r ozdilar, shunaqa zo'r o'zgardilar. O'zini shunaqa yengilladilar. Nimani hisobiga? Organizmdan suvlar chiqib ketgan, to'plangan shishlar chiqib ketgan. Tuzni ham kamaytirishingiz kerak. Sho'r narsalarni yaxshi ko'radiganlar kamaytiring. Sho'r narsa yeyasizmi, suv to'planadi organizmingizda. Shirin narsa yeyasizmi, suv to'planadi. Ozmoqchi bo'lsangiz, mana shu narsaga ham ahamiyat berishingiz kerak. Ba'zilarda bor-ku, mana terilari, qo'llari shishib ketgan, lekin bunda ushlasa, kirgan chiqqan bo'lib turadi. Ana o'sha ham sizga yillar davomida to'plangan atyoklaringiz qotib ketgan. O'sha hali yog'ga aylanmasdan turib siz chiqarib yuborishingiz mumkin edi atyoklarni. Lekin siz ahamiyat bermagansiz yillar davomida. Hali ham kech emas, hozir ham chiqarib yuborsangiz bo'ladi. Eng muhimlariga ahamiyat bering. Uyquga, uglevodni kamaytirishga, oqsil iste'mol qilishga ahamiyat berasiz va jismoniy harakatga ahamiyat berasiz. Mana shu sir sizni umuman semirtirmaydi. Agar mana shuni bajaring, birorta dietologga ham ishingiz tushmaydi. Taomlanish orasiga ahamiyat bering. Nonushta, obed, ujin va hammasida oqsil bo'lishiga. Kun davomida sizni metabolizmingizni tezlashtirish uchun suv balansini ham iste'mol qilib turishingiz kerak bo'ladi. Suv balansi nimaga kerak? Suv miyamizga kerak, organizmimizga kerak, qonimiz quyilmasligiga kerak. Hammasi uchun bizga suv kerak bo'ladi. Ana o'sha suv balansini beradigan bo'lsangiz, ishoning, bir haftada o'zingiz yuzlaringiz tiniqlashganini, organizmingiz yosharganini his qilasiz. Kamida icha olsangiz 1,5 litr iching, mayli ko'p ichmang. Ovqatlardan oldin suv iching, yetarlicha oshqozonni ta'minlab berish uchun suyuqlik berib, undan keyin taomlaning. Sizga hech qanaqa dietologiya keragi bo'lmay qoladi. Ammo yana hozir sizlarga aytadigan yangiligim, so'rashingiz mumkin, Ezoza, ozish kursingizda qatnashmoqchiman yoki nazoratingizda ozmoqchiman yoki siz bilan bog'lanmoqchiman deb. Siz o'zingiz hozirgi aytgan 5 ta tavsiyamni o'zingiz mustaqil bajara olmaydigan bo'lsangiz, hozir men sizga aytadigan kursim haqida ma'lumotga ega bo'ling va bu kurs siz uchun juda ham manfaatli bo'ladi. Bu kursimiz 1 oylik kurs va kursda siz och qolib ozmaysiz. Hamma narsa yeysiz, maza qilib, to'q holatda terilaringiz osilmasdan ozasiz. Nimani hisobiga terilaringiz osilmaydi? Yuqorida aytdim, sizlarga oqsil balansini bergan holatda ozadigan bo'lsak, terilarimiz umuman osilmaydi. Chunki oqsil mana muskulni saqlab qoladi, teri osilishini oldini oladigan narsa. Oqsilli mahsulotlar bilan birga ozasiz. Kursimiz tariflarini tushuntirib o'taman. Kursimiz 3 xil tarifda. Hammangiz o'ylagan holatda 3 xil tarifda qilganmiz. Birinchisi standart tarifi, ikkinchisi gormonal tarifi, uchinchisi pro tarifi. Qanaqa bo'ladi bular? Bir oyda siz o'zingiz vazningizni 10% ozishingiz mumkin, bemalol garantiya bera olaman bunga. Lekin o'rtacha hisobda ayta olaman, 8% dan 12-15 kilogacha ham vazn tashlashingiz mumkin. Kursimiz standart tarifida. Albatta, kurator nazorati bo'ladi, savollarga javob beriladi, darslar o'tiladi. Qorin muammosi, ishtahani nazorat qilish, darslari, uyquni yaxshilash darslari, ozish jarayonidagi gormonlar haqida to'liq oddiy darslar o'tib beriladi. Ozish tezlashtiradigan mahsulotlar, sizni semirtiradigan mahsulotlar, ayollik jozibasi, arabcha raqs darslari, ko'p bunaqa darslarimiz hozir sanasam уже vaqt yetmaydi. Hamma darslar o'tiladi. Kurslarimizda tariflarining farqi bor. Farqi qanaqa? Standart tarifimizda gormon analiz tahlillar ko'rilmaydi, faqat menyular, darslar o'tiladi, nazorat qilinadi, kurator nazorati bo'ladi, savollarga javob olinadi. Keyingisi gormonal tarifida esa sizda analiz tahlillari ham ko'riladi. Ya'ni siz qaysi gormon sababli semirganingiz hammasi ko'riladi. Gormonga analiz topshirasiz, sizga yozib beriladi. Ana o'sha gormon tahlilingiz asosida siz bilan birga ishlanadi. Va uchinchi tarifimiz bu pro tarifi. Pro tarifida ham gormon analiz ko'riladi, darslar o'tiladi, menyular beriladi va bonusiga sovg'a boks hadya qilinadi. Sovg'a boks tarkibida nimalar bor? Aynan ana o'sha ozish jarayonida iste'mol qilinadigan qo'shimcha mahsulotlar. Psilum, bilasizlar psilum qanaqa zo'r narsaligini. Zig'ir urug'i, chia urug'i Meksikaniki, o'zimizning Vitabalans mahsulotiniki, kurkuma,
dolchin va eng asosiysi magniy. Mana shu 6 ta mahsulot qo'shib beriladi pro tarifidagilar uchun. Va bu uchala tarifdan xohlagan tarifingizga qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Men tomonimdan bir martalik jonli efir ham o'tib beriladi uchala tarifga, lekin pro tarifida muloqot jarayonida men o'zim ko'proq ishtirok etaman va men o'zim ham ana o'sha gruppada bo'laman. Siz ham men bilan birgalikda 1 oylik ozish kursimizda qatnashib ozishni istaydigan bo'lsangiz, kursimizdan joyband qilsangiz bo'ladi. Va aytgancha, yana sizlar uchun men zo'r bonusni ham aytmaman. Bizda kursimizda 24 soat ichida joyband qilganlarga 6 ta bonus darslik ham beriladi. Bilasizlar, butun dunyoga mashhur bo'lgan monodieta bor, haligi to'yim bor, tadbirim bor deydiganlar bor-ku, ana o'shalar uchun srochno ozishim kerak deganlar uchun asli 14 kunlik monodieta u 14 kun davomida 8-9 kilogacha vazn tashlagan mijozlarim. Ana o'sha monodieta menyusi ham sizga beriladi. To'g'ri, kuchli menyu, bir yilda bir marta bajariladigan menyu, lekin shoshilinchda ancha foyda beradigan menyu bu ham sovg'a qilinadi. Va hammangiz bilgan tuxumli dieta bor, bilasizlar. 5 kun ichida 5 kilogacha vazn tashlashga yordam beradi. U ham shunaqa srochno ozishim kerak deydiganlar uchun tuxumli dieta menyusi ham sovg'a qilib beriladi. Va yana eshitgansiz, 21 kunda psilumli tizim. Dietasiz ozish. 21 kun davomida psilum qo'shimchani prosta ichasiz, qolgan taomnomangizda qilaverasiz. Prosta psilum ichasiz. 21 kun ichida hech narsasiz ham 3-4 kilo ozasiz. Ana o'sha 21 kunda psilum bilan ozish tizimi ham bonus sovg'a qilib beriladi. Yana bitta 3 kunda 3 kilogacha start rejimi bor. Organizmni start rejimiga tushirish menyusi. Uni ham sovg'a qilib beriladi. Va yana eng bitta zo'ri bor. Meva, sabzavotlardan tayyorlanadigan, ichaklarni tozalaydigan detokslar retseptlari ham bonus sovg'a qilib beriladi. Siz ham mana shu bonuslarni qanaqa olish mumkin, kursga qanaqa qatnashish mumkin yoki siz bilan qanaqa bog'lanish mumkin deydigan bo'lsangiz, pastdagi silka orqali biz bilan bog'laning. Sizga yordamchilarim to'liq ma'lumot berishadi. O'zingiz ehtiyot qiling, siz eng yaxshilarga loyiq yaxshi insonsiz.